barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Sevagan Maruz va Sevagan Maruz kanalda yangi video. Bugun biz Saspiti aytgan eng qiyin water droplarni qilib ko'ramizda. Video lekin zo'r bo'ladi. Mana do'stlar, men yozibman eng qiyin Minecraft'da water droplarni ayt deb yozdim. Endi esa u nima deyishini kutamiz. Va rogdan bo'lsa hatta bu yerdan tushundim. Eng qiyin Minecraft eng qiyin water drop 256 blokda MC water drop ekan. Qilamiz do'stlar. Mana diyoli bulutdaman-da, men bulutda. Men Saspiti uchun bu qiyin, lekin men uchun ikkinchisi esa ona blok bir soyga miligi juda aniq talab qiladi. Ayniqsa stress paytida juda qiyin. Hozir yozib olay o'zi. Miligi nima deb? Miligi Minecraftda ishlagan atama bo'lib, miligi drop degan anglatishda oxiri soniya suv selagini qo'yib qo'lmasdan. Ikkinchisi esa bir blokka tushish ekan. WhatsApp endi tushunmadim men. Men hozir sakrab turuvna bir blokka tushishim kerak. Do'stlar, mana o'zim mashitda sakrab shaqa tush kerak. WhatsApp Saspiti negri ekan xolos. Robotlar o'zi negr bo'ladimi? Kommentariyaga yozinglar, chunki Saspiti sun'iy intellekt negr basha. Do'stlar, men hozir borib o'zi stress ketdi. Do'stlar, dublikka, lekin men dahshat qo'rqib, men hozir o'ynab o'tirganda svit o'shib yonibdi-da. Lekin svit o'shmagandi. Voy bilay, bunda qanday o'tib bo'ladi? Do'stlar, bizda svit o'shib qoldi. O'shan so'ng videoni qo'shib chiqaraman. Bu neshanchi urinish, lekin bilmayman. Aytgancha menda svit yondi. Voy bala. Lekin bu oxirgi urinish bilan ham baribir qila olmadim. Yana menda svit o'chib qoldi. Svit o'yin qilyaptimi? Lekin do'stlar, bundan o'tib bo'lmaydi. Seriyozdan dahshat qiyin ekan. Bundan o'tish uchun professional
stream ham o'tolmasak kerak u bundan. Даже bundan o'tishda ilosi yo'q. Do'stlar, ilosi yo'q, umuman yo'q. Do'stlar, mana shiqir u yomg'irni tovushi. O'zimizda ham yomg'ir yog'yapti. Hattoki betda ham lekin. Endi bog'cha, endi o'shanisi aytib bo'lishi like yoki past FBS bilan yashirib ishlatiladi. Ishonib bo'lmaydi. Ko'pchilik shu sabab yiqiladi. Endi buni ham bajaramiz. Do'stlar, birinchi sinov uchun Craftifda, lekin baribir o'xshadi. Men shu yerdan sakrab qila olmayman, ishoning. Mana shu yerdan qila olaman u. Lekin buni o'zi survivalda buncha 256 blok emas, 128 blok tepadan qilishni o'zi bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? O'xshamadi. Do'stlar, bilaman, menda juda ham tez videolar chiqyapti, juda ham tez ko'tarilyapti, lekin bu ham kam. Chunki bizni juda ham ko'p odam obuna bo'lmasdan kuzatadi. O'shanga yechim topish uchun esa obuna bo'lasizlar va davomini ikkinchi qismida qilamiz. Bu birinchi qismi, ikkinchi qismida bundan zo'r anonlar chiqadi va bundan zo'r videolar chiqadi. Like bos. Like menga kerak. Obuna bo'ling iltimos, chunki shuncha mehnat men uni gaplariga tushunmayapman. Like nima, payt nima, umuman tushunganim yo'q. O'shaning uchun ikkinchi qismida hammasini tushunib bajaramiz. Hozir esa obuna bo'ling.